Onangdan agirdi bolasi. İyi dada keling. Turishing yoqmaydi menga. Bilmayman nimaga deb. Asabimni buzatda turishing. Qilayotgan ishingni qara, o'sar, shunaqa tortadimi? Men hozir senga ish qilishni ko'rsatib qo'yaman. Qarab tur, qanday ish qilishdi. Mana bunday tortadi. O'zingda bormi ish qilish? Asabni buzadigan bola bo'lding-da. Bo'ldi dada, men ko'nglingizdagidek qilib qo'yaman. Asabiylashmang, bo'ldi, kasal bo'lib qolasiz. Tahlashdi aptana qara. Yurimni buzmasang tura olmaysan. Buni Dada, qanday tahlay? Bunday qo'yaymi? Yo, bunaqasiga tahlab chiqaymi? ey, bunday tahlaydi, bunday. Bo'ldi dada, ko'nglingizdagidek qilib qo'yaman, dadajon. Damingizni olib uyga kirib, bo'ldi, charchab qolasiz. Mashina, nima buncha dadang seni buncha so'kaveradi? Bir-ikki normal gap qaytarib qo'y. Dadang oldinga qaytib kelmaydi. Misol men shunaqa qilaman. Dadam ishimga aralashmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Chunki nimaga? Beglimdan qo'rqadi. Ey, sen otangga gap qaytarib oqpadar bo'lsang, men ham shunaqa bo'lishim kerakmi? Sen otamni yoshligimizda bizni qanday erkalatib katta qilganlarini bilmaysan-da, o'shaning uchun og'zingga kelgan gapni gapiryapsan. Otamga ham qiyin. Og'ir operatsiyadan keyin shunaqa asabiy bo'lib qolganlar. Men otamni ikki og'iz gapini ko'tara olmasam, nima qilib yuribman? Erkak bo'lib, gaplarimni yaxshilab eshit. Otani tanbehidan zerikkan farzand, otani o'limini istagan farzand bo'ladi. Nima? Sen otangning o'limini istaysanmi?